Ning temir himoyasi mahorati o'chirildi. Bu eksklyuziv effekt sehrli kuchni aqldan ozdiradi. Men o'zimning sehrli kuchimni tejashim kerak va buni men eng kerakli daqiqalarda ishlataman. Endi keyingisi D darajaga ko'tarilgan noyob xususiyatni tekshirishim kerakmi? 7-qavat sinoviga kirasizmi? Nima? Keyingi sinov uchun kutishim kerak emasmi? Agar men sud jarayoniga tezroq shikoyat qila olsam, men bunga tayyorman. Ammo bu hamma uchun bir xilmi? Siz hamjamiyatga kirdingiz. Minora ruhi. Bolalar, sizlar sinov jarayoni kutish vaqti tugaganini bilasizmi? Men buni bilardim. Hamma kutish vaqti g'oyib bo'ldi. Admin, bu narsa kechikkan emasmi? Minora ruhi. Bu juda muhim emas. Minoraga tezroq kirsangiz, ko'proq foyda olasiz. Bu ularga xuddi bonus kabi. Kutish vaqti yo'q bo'lganidan hech kim bezovta bo'lganga o'xshamaydi. Ular albatta kashshof imtiyoziga qiziqmaydilar va shunchaki uyga qaytishni xohlashadi. Ular asosan past darajali. Bundan tashqari, bu yerdagi atmosfera 6-qavatdan butunlay farq qiladi. Izoh: Puppy va Standard Hunter bu sinov bir kishilik ekanligini aytishyapti. Qotil maniklarning hammasi jim turishsa kerak. Keyingi sinov individual bo'lganligi sababli ajralib turishdan hech qanday foyda yo'q. Men qotil maniklaridan ehtiyot bo'lishim kerak. Ular ikkilanmasdan jamoadoshlarini o'ldirishadi. Va bundan ham muhimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar men o'sishim kerak. Mening o'zgarmas mahoratim orqali nekromanser qobiliyatimni ko'rib chiqaychi. O'ziga xos xususiyat. Malaka 0%. Asosiy effekt: siz o'liklarning ruhlarini qabul qilishingiz mumkin. Qo'shimcha effekt: siz ruhlar orqali o'zingizning statistikangizni doimiy oshirib borasiz. Qo'shimcha effekt: siz ruhlarni saqlashingiz va ishlatishingiz mumkin. Ruh saqlash soni darajangiz bilan ko'tarilib boradi. Olingan ruhlardagi ko'nikmaga ega bo'lishingiz mumkin. Asosiy effekt biroz aniqroq bo'ldimi? Ilgari faqat mening asosiy statistikalarim yaxshilanayotgandek tuyulardi. Yaxshilash, sehr quvvatini tiklash, qalqon. Ammo endi men ruhlardan sehrli kuch yoki qalqon sifatida foydalanishim mumkin. Men mahoratni o'zlashtirish ehtimolini kutgandim. Menga himoya qobiliyati kerak edi. Kiralicha ruh qalqoni qanchalik chidamli ekan. Qo'lim kesilsa ham menda hali qabulxonaning tiklanish effekti bor. Ruh foydalanuvchining jarohati o'zlashtirildi. O'yinchi Sun Jinwookning ruhi g'oyib bo'ldi. Sizdagi ruhlar soni 30tadan 3ta qoldi. Men o'ylaganimdan ham yaxshiroq. Men barcha ruhlarni o'zlashtirmasligim kerak. Qalqon sifatida ba'zilarini qoldirish xato emas. Sizdagi ruhlar soni 30tadan 3ta qoldi. Sinov peshqadami? Keyingi sinovga borsam bo'ladimi? 7-qavat sinovi boshlanyapti. Daraja qiyin. Sinovning predmeti tekshirish. Qolgan vaqt 40 daqiqa. Yakunlash shartlari: vaqt tugashidan oldin 3ta sinovni yakunlang. Muvaffaqiyatsizlik shartlari: challenger o'ladi yoki vaqt tugaydi. Tugatish uchun mukofot: shamolning inoyati, A darajali mahorat. Muvaffaqiyatsizlik uchun jazo: o'lim. Koridor bu avvalgi sinovlardan butunlay farq qiladi. Hech narsani his qila olmasligim zerikarli. Birinchi sinov hududiga kirdingiz. Iltimos, qo'rquvingizni yengganingizni isbotlang. Bu oxir. Buni bilgandim. Qum golemi. Bu maydon qaytadan ishlab chiqarilishdir. Sinov shartlari: vaqt tugashidan oldin 3ta sinovni yakunlang. Bu sinov men avval o'tgan 3ta sinovdan yana qayta o'tishga majbur bo'lyapman. Rostini aytsam, men hozir ko'zlarim yopiq holda qum golemini mag'lub eta olaman. Bu meni tezlikda 8-qavatga chiqa olaman deganimi? Qum golemi har doim shunday ulkanmidi? Menimcha bu 3 barobar katta. Qani jang qilaylik. Qanday g'alati.
Men bu golemning toshini ko'rmayapman. Uning kattaligi tufayli tosh uning tanasi ichidami? Agar bu ishlamasa, men seni kesib tashlayman. Men buni bilardim, qumni kesish mumkinligini. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men asosiy toshni topishim kerak va yo'q qilishim kerak. Men shunchaki uni g'azablantirdim. Bu jinni qochish muammo emas, agar shunday qilsang. Mening ham jahlim chiqdi. 3 jarohat. Mahorat 3 jarohat. Malaka 0%. Asosiy effekt sehrli kuchdan foydalanib 3 qilich zarbasi beriladi. Mahorat ishlatilgandan keyin qilich zarbasi ko'payib boradi. Men uni bir marta kesib tashladim. Sinovimga bostirib kirganida xafa bo'lgandim. Lekin men o'sha jangchiga endi rahmat aytishim kerakmi? Qum golemi o'zini qum bilan tiklash mumkin bo'lsa-da, men hali ham yadro toshini topishim uchun kechishda davom etishim kerak. Yaxshi, tiklanishda davom et. Men seni kesaman yana va yana. Qancha ko'p kerak bo'lsa. U barqaror. Uning asosiy toshi qayerda? Sen qachon yoqimtoy bo'lding? Tafsilot: u birinchi marta yoqimli deb ataldi. Qum golem tanasining asosiy manbai bo'lsa-da, u bu muhitda uni doimiy ravishda ishlata olmaydiganga o'xshaydi. Buning uchun u hozir juda kichkina. Bu degani, yaxshi golem, men bilan o'limgacha borishni xohlaysanmi? Izoh: golem xohlamayman dedi. Men topdim. Uning orqa tomonida. Uning tanasi qattiq edi, shuning uchun uning tanasini kesish juda qiyin edi. Ammo uni bu yerda deb o'ylamagandim. Shu nuqtaga kelishim uchun 10 daqiqa vaqtim ketdi. 7-qavatdagi sud jarayoni davomiyligi atigi 40 daqiqa. Men shoshilishim kerak. Sen kichikroq bo'lganing uchun tezroqmisan? Qanday qiziqarli. Men seni bilan biroz o'ynamoqchi edim, lekin vaqtim yo'q. Siz qo'rquvingizni yengganingizni isbotladingiz. Birinchi sinov jarayoni yakunlandi.